ikkita ko'tarilamiz. 5-chi yaproqchamiz. Ulab oldik. Keyin bitta zanjir ko'tarilamiz va qaychini olib mana shu yerdan kesamiz. Darhol kuydiramiz. Kuydirmasa ham bo'ladi-yu, uni to'kilgan bunaqalari, bo'lechalari juda ham yoqmaydi. Shuning uchun men kuydiraman. Menga shu sposob yoqadi. Yaqinroq shu uslub. Endi tugun qilamiz. Bir marta bog'lasa ham bo'ladi. Men 2 marta qilaman. Ochilib ketib qolmasligi uchun. Va kaltaroq qilib kesamiz. Ozgina uchini qoldiramiz. Va yana kuydiramiz. Ehtiyot bo'lgan holda. Mana 5ta yaproqchamiz tayyor. Endi bizga jigarrang ip kerak bo'ladi. Jigarrang ipdan primerni mana shuncha kesib olamiz. Kesib oldik. Endi mana bu ustki qismi, tag qismi mana bunaqa bo'ladi. Bizga mana bunaqa ustki qismi kerak, bo'rtib chiqqan joyi. Bu orqasi, barmoq kiradigan joyi bor. Bu orqa qismi. Ustki qismidan krючокni kirgizib olamiz va ipni polni chiqazib olamiz bu yoqqa. Orqada ozgincha qoldiramiz. Va shuni qo'limiz bilan ushlab turamiz. Sakrab ketib qolmasligi uchun. Aylantiramiz, yana uchidan kirgizib, uzun qismini olib chiqamiz. Igna bilan qilsa ham bo'ladi. Menga qulagi shu bo'ldi. Kim qanday qilsa. Oxirgi qismini o'giramiz. Orqada tugun hosil qilamiz. Juda qattiq tortish kerak emas, chunki men bu ip oqni orasida bekinib olib, ko'rinmay qolishi mumkin. Ozgincha bo'lsa ham ko'rinib turishi kerak bizga. Shuning uchun ham qattiq tortmaysizlar.